1 yil oldin tiniq yuz men uchun orzu bo'lgan. Bilasizlar, blog yuritishni boshlaganimga salkam 1 yil bo'lyapti va meni boshdan beri kuzatayotganlar biladi, yuzim qanaqa darajada muammoli edi. Bu meni o'sha rasmlarim. Yuzimda yiringli ugrilar, har xil toshmalar, zakritı aknelar, komedonlar, yuzimda qurishlar, yorilishlar juda ham ko'p edi. Yuzimga umuman tonalka yotmasdi, tonalkam qusvorardi va men ko'p qizlar qatori Instagramda yuz uchun nima ko'rsam hammasini yuzimga qilib o'rganman. Yuz terisi quruq bo'lsa ugri chiqmaydi degan narsani miyamga singdirib olganman va yuzimni quritishga harakat qilganman. Buni orqasidan yuzimda yorilish, po'st tashlashlar ko'payib ketgan. Keyin men tushunib yetdimki, yuzga qanchalik to'g'ri uhod qilinsa, shundagina yuz tiniq bo'lar ekan. Va menga aksessuardan bittagina shu serum yordam berdi. Ishonasizlarmi o'rtoqlar? Shu meni yuzimni davoladi. Bu meni hozirgi yuzim. Hech qanaqa effektlarsiz, hech qanaqa tonalkalarsiz, shunchaki yuzimda uhod bor xolos. Va yaltirashni qaranglar. Даже bo'ralarim qaranglar, ko'rinmaydi. Yo'q, где-то 4 dan 5 tasini ishlatdim. Odamlar buni ertalab kechqurun ishlatsa, men makiyaj qilmasdim, chunki yuzim makiyaj qabul qilmay qusvorardi. Oynani oldiga kelardim, har doim surkab ketaverardim-da. Qaranglar, yuzim tiniq bo'lgandan keyin uhod qilib yurdim va yaqinda Turkiyaga ketayotganimizda uhodviy kosmetikalarni olib ketmadim. Ertadan bitta toner oldim, yuzimga surkasam allergiya beraverdi. Qizarishlar, mayda toshmalar, uni siqqanman, yana yara bo'lgan, yana dog'. Keldim, sразу yana zakaz qildim. Уже bu mashincha qoldi, minchasini ishlatib bo'ldim. Yuzimni qaranglar, qanaqa zo'r. Opisaniyada silkani qoldiraman, faqatgina originalini olinglar. Agar poddelka olsalaring yuzlaring battar qilib yuboradi. Shu silka orqali o'tib originalini zakaz qilsalaring bo'ladi o'rtoqlar.